Xodimlarni taqob chiqish befoyda deb o'ylaysizlarmi? Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanchalik jamoani boshqarishda buni roli yuqoriligini tushunib yetasiz. Google, Tesla, Coca-Colaga o'xshagan kompaniyalar ham xodimlari uchun katta team buildinglar uyushtiradi. Team building bu jamoaviylikni kuchaytiruvchi o'yinlar. Biz misol uchun O'zinfocomda bir necha yil oldin 100 tadan oshiq xodimlarni taqob chiqqanmiz. Yo'q holda, ya'ni biz 10 kilometr butun jamoa yurib borgan, toladan oshib, daryolar, tepa yuqori bo'lgan toladan pastga tushirilgan arqonlarda bu juda ham kuchli xodimlarni yaqinlashtirgan, lekin bundan tashqari bizda xodimlar o'zini qanaqa tutyapti, nima yechimlar beryapti, nimalar deyishyapti, qanaqa muloqot qilishyapti, shunga ham ahamiyat berganmiz va o'zimizga yarasha qanaqadir xulosalar qilganmiz. Aynan shunga o'xshagan tadbirlarni ko'paytirish kerak. Ana shunda jamoalar bir-biriga yaqinlashadi, bir-birini yaxshiroq biladi, ochilmagan qirralari ochiladi. Kuchli bo'lgan tomonlari haqida yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz.